ishxonaga kirgim kelmay o'ttir uyga ketdim. Kitob o'qib baqay desam, kayfim joyida bo'lmag'achqa kallamga kirmadi. Achchiqimdan qo'llarim titrab ketyapti. Shunga o'zim eng yaxshi ko'radigan maktab bo'lg'achqa maktablarni aralab, muallimlar bilan tanishib kelay deb chiqib ketdim. 3 kun bo'yicha ishga bormadim. Bozor ichidagi hamma maktabni, ma'rif uyushmasini araladim. Bu yer mening eng so'ygan yerimla emas, eng ahli bo'lgan ishim edi. Maktabga kelsam-la u yerdagi alohidaliklar, kamchiliklar darhol ko'zimga tashlanadi. Nima qilish kerakligi haqida darhol planlar shakllanadi. Yoshirin kuchi, mavjud imkonlarni darhol sezib olaydim. Shunga 3 kunlik maktab ziyoratim jarayonida yosh muallimlar magnitdek chaplashib oldi. Ularning muhabbatini, ishonchini qozonganligimni sezganimda ruhim qanoat topdi. Mamtili apandining ruhi xush bo'ladigan bo'ldi deb o'yladim. Chunki Mamtili apandi muallimlardan dal mana shuni talab qiladi. Bir muallim birinchi kunila o'quvchilarining muhabbatini qozonolmasa, buni muvaffaqiyatsizlikla emas, qobiliyatsizlik hisoblaydi. Taklif tavsiyalarimdan so'yinishdi. Hatto meni ba'zi darslarda muallim bo'lishga taklif qilishdi. Bu menga toza yoqadi. Ammo bilmayman, bundaq imkonim bo'lamdi. Bu 3 kun ichida mening qo'sh avvatda qilgan talbidek qaram harakatim haqidagi hikoyalar butun quchog'i purkatgachga muallimlar men bilan birga bo'layotgandan iftixor his qilayotgandek qiladi. 4-kuni atdiganda yana shu ko'nglim totgan tarafga mangay deb chiqib olsam, meni mushu uyga joylashtirishga yordamlashgan xizmatkor bilan do'qurishdik. "Hokim sizni chaqiryapti", dedi u. Ammo men Xitoyga cham oldirmaslik uchun uqdim. "Siz ketavering. Mening bir oz ishim bor. Saldan keyin borman", dedim. U menga kulimsirab qo'ydi. Uning kulimsirishining ma'nosini darhol tushundim. U mening danqimni uqqan. Әмділікті yana hakimni ko'zga ilmay, darhol shaposhlamasdan keyin borman devatgan jasoratimga unsiz opirin aytishidi. Qasdan kechikib, keyin bag'inimda Xitoycha to'movchilik qahmagandan keyin darhol otdan tushish pozitsiyasi bilan vaziyatni o'ngshashga oldirgandek qiladi. Ammo u yanala uzangidan tushmay, menga qaramay turib, "O'ylab ko'rsam, bir oz qo'pol bo'lib ketibdiman. Siz muza bak oshirvatdingiz. Bo'ptila, ketgan ish ketgan bo'lsin. Birinchi qaytim qilgan ishingizni bekor qilaversak, inovatingizga sat turadigan ish bo'lg'idek. Shundoq qolsin. Xo'sh, maktablarimizning ahvoli qandaqroq ekan?" deb so'radi u darhol o'zining yerga urilgan inovatini bir oz bo'lsin qutqizishga, o'zining texichi mening boshliqim ekanligini eslatib qo'yingizga kelgandek talaffuzda. "Yaxshi ekan, ammo pul bo'lsa texmi yaxshi bo'lg'idek ekan", dedim qilchimi yo'l qo'ymaslik talaffuzim bilan. "Siz aslida muallim bo'lg'achqa buning ahlisiz. Shunga siz buningdan keyin nahiyimizning madaniy ma'rif ishlari bilan shug'ullansangiz bo'lg'idek." Bu meni xo'sh qilish uchun qilingan iltifotdekmi qiladi. Yana bir hisobda meni ma'rif qilib qartib qo'yib, qolgan ishlardan uzoqlashtirmoqchi bo'lganligi edi. Rost degandek, men ma'rifchi bo'lg'achqa maktablarga ko'ngil qo'yib ketib, hatto ishxonaga ancha bormas bo'lib ketdim. Muallimlarning bilim to'liqlashga ehtiyoji bor edi. Buning uchun ularni Urumchiga o'qishga avatish kerak bo'lsa-mu, sharoit yer bermaydi. Shunga ular mening dars o'tishimda ching turib oldi. Men o'zimmi so'ygan kasbimning gapi chiqsa turolmaydigan bo'lg'achqa, haftada eng oz 2 soatdan muallimlarga dars o'tdim. Bu chaqlarda Sovet o'qiganlarning ta'siri, bo'libmi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilishi ta'siridimi, balki Shang Shisay davrida Sovet bilan bo'lgan quyuq munosabatning ta'siridandir. Aytavur, Sovetga cho'qinish xohishi jamiyatimizda eg'ir edi. Ismining oxiriga ovsovlarni qo'shib olish moda ham bunda qo'shimchasi bor ismlarning egisi Sovetda o'qigan, bilimlik deb qaralib, intilish kuchlik edi. Kino teatrlarmi bo'lib turadi. Qizlar burunqidek ota-onasining gapini anglab uyda o'ltirg'ili unimay, kinolarga qatnaydigan ishlarmi ko'paygili turgan edi. Shunga men darslarimda ko'proq milliy ruh tarbiyasini asosiy kun tartibda tutdim.
Yani özüm işenç qilib, tanlagan ba'zi yosh muallimlarni uyimga berishga da'vat qilib, keyin uyda har kun axşamı muhokama, mutaila qanot yaydiradigan bo'ldik. Hakimning arzusiga uyg'un holda men muhokamiyat ishlaridan o'zimni tortib olgan bo'lsam-mu, xalq orasida taqalgan hikoyalar ta'sirida nahaqchilik uchragan fuqarolar meni izlab kelib, baribir ba'zi ishlarga qo'l tiqishdan xoli bo'lolmadim. Xalq menga ishonch qilib ahvol aytib kelsa, ularni qaytarishga qanday chidayman? Mushu yo'sinda hokim bilan sotchi, saqchi boshlig'i qatorliq amaldorlar bilan aramizda tinchlik bo'lmayli ketdi. Ular meni mol dunyoga o'gitish, mushu usulda cheritish uchun har xil yo'llar bilan pora berib baqdi. Hatto ular ba'zi odamlarni nahaqchilikka uchragan, go'yo ularni dushman salohiyatni maydonga chiqarib, ondan uning dardiga may yetgan. Bu yaxshiliqim uchun ko'nglini ifodalayotgan shaklda pora tanlagan shumliqlarni qilishdi. Bularning hammasi keyingi ishlar. Men vaqt tartibi bilan kelsam, 2 haftalardan keyin katibim menga gazet ko'tarib kirdi. Tabiiyki, avval adab bilan ishik chekib ijozat berganimdan keyin. Ilgari o gazetni men kelishdan burun ishxonamga qo'yib qo'yatdi. Bunisi tunji qatim edi. Gazetlarmi har kuni kelavermaydi. Qatnash qolaysizligi tufayli ba'zi xabarlar og'zaki taqilib qiziq tugaganda, ondan bu xabarlar besilgan gazetlar yetib keladi. O gazetni tanlagan chaqda uning qo'llariga ko'zim tushdi. Ashu suzuklikda uzumga o'xshatilgan lavlar bilan o'xshash teri edi. Bundaq suzuklik, nafslikni ko'yganda kishi tutib beqishdan o'zini tutolmay qolsa-mu ayblab ketgulik emas. Chunki nafsi shayton shundoq yomonki, Qur'onda Yusuf alayhissalom Zilayxoning ozdirishlari qarshisida bardoshlik berolmagil tas qilib Allohdan yordam so'ragan emasmi? Uning qo'llariga tegib ketishdan qo'rqqandek, gazetning o'zam tarafidagi eng chetidan shuncha uzoq bir orliq qoldirgan holda tutib qabul qilib oldim. Ammo shu an bugungacha bu qiz yoki ayoldir bilan biror eg'iz odamiyona so'zlashib qo'ymaganligim esimga keldi. Hatto texi uning ismini bilmaydim. Bu rastilla bir oz normalsiz qiliq edi. U haqqimda nimalar o'ylab qolyapti ekan, shularni o'ylab uyalganimdan qizdirib turib turing degan so'z og'zimdan chiqib ketdi. Buni da'vatganda hech qanday tayyorligim bo'lmag'achqa, u emas o'zim mangdab ketdim. Endi uning bir narsa deyish majburiyati tug'ilgan edi. Shu anda men bir erkakka, bir hokimga o'xshamay qolgan edim. Tırnaqda tilab turgan tartinchoq o'quvchiga o'xshaydim. "Biror topshiriqlari bormi?" dedi u ashundaq livan ovozi bilan. "Ha, yo'q, topshiriq emas," dedim hopilashibla. "Demakchimanki, shu bu kungacha ismingizni mi so'ramabdiman? Tozimu?" "Ismim Buxlich," dedi u o'ziga xos bo'lgan yiqimliq kulimsirishi bilan. Men uning qandoqlarcha tikilib qolganimni o'zim sezmabdiman. Men xuddi nasha yoki apyun chekib kallasi tumanlashgan, tushi yoki o'ng ekanligini anqiramaydigan kayf holatida qolgan odamga o'xshaydim. Tilim o'z vazifasini qashonliq bilan o'rindayotgandek edi. Ammo amin emas edimki, tilim kallamning qo'mondonligidimi yoki Buxlich bu Xalich ekanda. Eg'izga apganmaydigan uzun shu, Buxlich degan asarroq. Bo'pti amsa, Xalichi bo'lsin, hech bo'lmasa. Shu go'zal ruxsaringizga yarasha bo'lsin. O'z ismingizni nimishqa o qadar buzib etasiz, Xalichi? Mayli bo'ladi, menga yoqdi, shundaq deyli, dedi u sabiyani kulib. Kulganda qizg'uch oq mang'izida shundaq go'zal sinoq paydo bo'ladiki, faqat ashu sinoqla bir qizni go'zal deyishga yetgudak edi. Yarishimliq engakidan ostiga yo'tkelgan nigohim uning kahribodek bo'yinlariga tushdi. Ixtiyorsiz holda suv ichsa gelidan ko'rindigan degan o'xshatish yodimga kelib, ashu mast alaslik ruhiy holatimda tilimga hokim bo'lolmay, suv ichib baqsangiz bo'ptikan, da'vatga tasli qoldim. Cho'churdek quloqlari-chu. Uningda to'plangan bu go'zallik 10 qizga taqatilsa, hammasini go'zal deyishimizga sabab bo'la oladi. Gangsadek turushlarim uzoqqa so'zilib ketsa, masxaraga qolmay deb kalvalashgan tillarimni kalampayliq bilan ishiltib,
Xaliçəm, ailəniz kuchadımı? Dep Aralını sordum. Əslində, mən toy qılğan mıydınız dep sormaqçı idim. Anam bazada emas, uzaqda. Mən yalğızdurman. Bu mənə eniq bişarətdəkli duyuldu. İxtiyarsız yosunda devetdim. O, xuddi mening bütün ruhimni turqumdan luqvatqandek qılatdı. Mening xuddi eğir bir yükdən xalas bolğandek deyişimning ma'nisini tushungandek qılatdı. Mən bir nikohlıq bolğan Aqsu tarafga baxtim kelmay qoldi. Uning ma'yusligidimi hisobsiz bir go'zallik yo'shiringan edi. Uning bo'ylarining o'ziga yarashqini, nima degan bilanmi buni ifodalab berishga men ojiz edim. Men mushu dedim ixtiyorsiz holda uningga bishorat bermoqchidek. Ammo men baxtim kelmadi deyalamdim. Gulzodiga haqorat bu. Xotundan ta'limga kelgan, ammo u meni tashlab ketdi emasmi? Oxirgi hisobda yanılı baxtim kelmagan bo'ldi. Chidig'udek taqatim qolmayotdi. Men Yusuf surasidan Yusuf alayhissalomning duosini o'qib, Allohdan shaytonga qarshi yordam tiladim va g'ayrat qilib, "Chiqsangiz bo'ladi, Xalicham", dedim. O'zim yosh, baquvvat edim. Uning ustiga ayolimdan ayrilganimga 10 yil bo'lib qolgan edi. Texmi yomon yeri bu buvi Xalicha ashundoq. Xuddi kahrivodan ishlangandek suzuk ediki, nafsimni to'liq ta'sir tutdim demisam, haqiqatan bu poatqan bo'lib qolaman. Endi mening ichimga bu ayolning jini kirib oldi. Qayaga dastavotganligimni bek bilolmayotgandek, cho'giltib qo'yib berilgan odamga o'xshash bo'lib qoldim. Go'yo o'zimni izlab yuratdim. Bu holatim bilan uzoq yursam kulgiga qolatdim. Shunga bu ishni erkakchisiga bitirish qaroriga keldim. Uni nikohimga elishdan boshqa yo'lim yo'q. Chunki men ashni o'ynab yurolmayman. Allohning hisobiga ishongan bir musulmonman. Xo'sh, ammo buni uningga qandoq deyman? Muallim ulfatlardan birariga desam, bir aql ko'rsatami? Yo'q. Mushu bo'yim, mushu salohiyatim bilan shunchalik ishni aplashtirolmay, xalqdan yordam so'rab yuraymanmi? Ish bitganda ondan ularga bildirishim kerak. Muallimlarga navaq, yolg'izlik yomon, o'ylab qo'yayli degil turg'ili. Ammo ularning ko'rsatayotganlari boshqa. Bu Xalicham emasda. Kuchag'u demisimi qizvallarning sarxillari to'plashgan ekan. Voy, qandoq qilay bu ishni? Oxiri bir parcha xat yozish qaroriga keldim. Xatni yozdim, ammo nimalarni yozganligimning tafsiloti sirim bo'lib qolsin. Bugun uni deb o'ltirish haqiqatan azobli bir ish. Qiyos qila olaysizki, bu xat tilimizdagi barliq go'zallikni joriy qilib, uning tangdoshsiz ishqini maqtagan. Majnunlarcha nolizor qilganligida gap yo'q. Bularni shunchilikli dey. Ammo xatimning oxiriga bir she'rimni qistirib qo'ygan edim. Shuni deb beray. Sen jimi güzellik jam bo'lgan g'azna. G'azni sen tilsimlar ichida pinhon. Tangrining qudrati bundoq mo'jiza, ta'rifga ojizdir albatta inson. Bir gul sen va lekin sening jismingda jimi gul husni ham hidi mujassam. Davring tong mezgili shafaq nurlari shabnamlik bergingda chaqnagan shu dam. Bir şahsen güzellik eligi tenha, hör gılman bu elde sanıdır puxra. Tahirlar behisap işqındı belki, sen emma cahanda birgine zöhra. Seni dep qançı göz tökkendur yaşlar, qançı dil örtünüp bolğandı pare. Sen apet yigitler alimi üçün şu veci qaplığan etraf nizare. Sen üçün qançı can qurbanğı teyyar, Mecnunlar köpeydi belkim həssilab, nemişki törəldin cahanğa etqin, ot yıqıb dillağa canlarını qəstləb. Vəslanның şərti gər bolsu can, hayat, keçidu mən ərdəb yürgənlər cəzmən, keçidu dövlətdin şahlar bihayal, lal bolar aldığında hər qançı sözmən. Ölükdə bir dəqiq uyğansız əzgü, tirilər, görüstan buludu bazar, Qeyrilar untuydu yeşini şu an, reşqdin ayallar çeker ahuzar. Sen şundaq güzelsen, senli bir dünya, heyran mən senimu tuğdumu insan.
yer qandaq kötürdü bu güzellikni. Sen barlıq ki sensiz alem Göristan. Yazışını yazdım, amma onu qandaq berəmən. Bunu mu saq 2 gün oylandım. Nəticədə heç qandaq əplik çağrı tapamadım. Amma bugün çoxum bəyəmisəm oğul bala degan etimni öçürüb etəmina degan cahilani qarağı gəldim. Onu 2 varaq hökumət höccətinin arasıga qıstırdım da elib çıxıb. Şununğa bir köz yugurtib baxsanız op diken Xaliçəm. Xataları barmikin? Sizce bolam dikin? Dedim bir az işaretlik ibara qoşub. U burunqidakla qizg'in, ochiq yo'ruq, xuddi aptab to'liq tushadigan, chiroyliq jabdub qo'yilgan mehmonxonadek ko'ngilga yaqin xulqi bilan "Albatta bo'ladi, bosh ustiga" dedi. Ham texi bir az chaqchaq etib qo'ygandek qildi. U oldimda varaq o'rib qolmasin deb oldirab tinib o'zimni ishxonamga otdim. Endi nafasmi olmay tashqinini tinglashga boshladim. Tushlikka chiqmadim. Ishdan tushadigan vaqt bo'ldi. Hökumətdəkilərinin hammasi ketishdi. Hatta ba'zilari bizga ketadigan vaqt bo'ldi deb əslatibmi qo'yishdi. Men Xaliçəmning ketishini kutib o'tirdim. Ammo u ketadigandak qilmaydi. Oxiri tartim qistab chidab bo'lolmay chiqaveray deb asta eshikimni ochib qarab edim. U texicha oldidagi qog'ozga tikilib o'tirdi. Yana birdan ashu yo'chiqdan marab turdim. To'g'risi, uning bir az engishib o'tirgan chog'dagi go'zalligini tomosha qildim. Yana bo'lmadi. Eshikni ishonchli bir tashqi ifoda namoyon qilib ochib chiqdim va qattiq yopdim-da tashqarining eshigiga qarab mangdim. Ketib etib, ancha eranishmagan qiyofatda. "Texich ketmabsiz-ku Xaliçəm" deb qo'ydim. Ammo uning javob berishini istamagandek eshikka yuzlanganimda u sirli qoldi. "Sizlar menga topshirgan vazifaning javobini so'rab qolsa deb kutib o'tirishim" dedi. Uning ovozida hayajonmi, tamtirashmi, ayollarcha rost yoki sun'iy xijillikmi yo'q edi. Shunchalik tabiiy, xuddi normal bir ish to'g'risida gap qilayotgandekla. Bu hol meni jindek g'ash qildi-yu, o'tib ketdi. G'ashlikim uning bunchalik ishlardan hayajonlanib ketmaydigan, pishib, xo'rda bo'lib ketganligining alomatimikin degan gumondan edi. "Shuncha aldirashmi? A'tibasingizmi bo'ladi-ku?" dedim-da, yo'limni davom qilish uchun eshikning tutqichiga qo'l uzatdim. Ammo bu jarayonda uning hech qarayonlig'im yo'q. "Ha, maylamsa, javobga bak qiziqmaydigan bo'lsangiz." Uning ohangida masxirdek bir narsa bor edi. Ammo buni ayollarga xos noz kerashmi desimi, ta'addi desimi bo'ladi. Shunga bir oz mangdab qilib, andin "Qiziqmaslik emas, oldirmasingizmi bo'ladi" demoqchi edim. Depla o'zimni talaga attım. Eshik yepilmayla yugurigila tasli qoldim. Xuddi orqamdan qo'g'lab chiqib qoladigan-dekla. Shu yo'ldig'inimcha uyga kelib o'zimni tashladim. Madarim tugagan edi. O'zimni baxraman tutaman deb jimiy kuchimni sarf qilib atgandek edim. Ertasi ishxonaga berish menga qo'rqinchli tuyuldi. Ammo qo'rqinchli degan so'z toza joyida ifoda qilamiz kerak. Bir ayminish tuyg'usi jur'atimni sundirib atgan edi. Shunga ma'rif uyushmasiga ketdim. Bunda qilishimda yana o'zimcha uni psixik iskanjaga olmoqchidek bir mahamli bor edi. Shundoq qilib, butun kun tashnoligimni besib, ishxonaga berishdan o'zimni tutdim. O'ygini bordim. Eshikdan kirishimgila u odati bo'yicha o'rnidan turib salom qildi. Menmu yengil boshlang'ich deb qo'yibla, xuddi hech ish bo'lmagandek kirib ketdim. Yana uzoq so'zilgan sukut, jonni qiynag'uvchi sukut boshlandi. Baribir qo'lim ishqa bormaydi. Jimiki urinishlarim bekali edi. Uni javobni belgili kira deb umid qilgan edim. Ammo uning ayollik mag'rurligi tutgan o'xshaydi. Qani kim yengib chiqadi degandek rambut elishib baxtu qarholda. Bu e'lon qilinmagan musobaqa jonimni yoqdi. Shundoq bo'lsa-mu aldirashdek bo'lib elib, toki oqshomgacha chidadim. U ishdan tushishga jablanib turayotganda eshikdan chiqdim. "Nima, siz javobni bermayli ketmoqchimidingiz?" dedim o'zimni ta'sir tutib. Qiziqsa yoki muhim bo'lsa o'zi so'raydi-ku deb o'ylab, shu
u hatto qaydigandekmi qiladi. Kechiring, bugun aldirashchilikda esimga kelmabdi, fursatm bo'lmabdi. O'zingizning esi kelmagan yerda mening esim kelamdi. Әмді оның ahangida мәшуqlarcha erkinlik parladi. Apu qiling, qani aytыңa, hujjat bo'ladigandeqmi? O'zingiz bo'ladi deb qaragan bo'lsangizlar, mening boshqa fikrim yo'q. Dedi mening uslubim bilan javob berib. Rostmi? Albatta rost. Qasam qildirmaydigansiz? Yo'qay, ammo shundoq bo'lsa-mu so'rg'im keladi-da. Keyin xato bo'pti demaysiz-a? Javobni yetarlik ochiq dedim. Dedi u o'zini tutib olgan holda. Aksicha, uning oldida men maktab bolasiga o'xshab qilyotgandim. Bo'ladi amsa qaytayli. Qolgan gapni ati deyishamiz. Shundaq debla yana o'zimni tashqariga atdim. Men ichimni pavas to'ldirgan bu xushallikni kimlar bilandir o'rtoqlashqim, o'tloqqa chiqib qiyg'atqim keladi. Ammo mening shoirliqim qayta bosh ko'tarayotgandek qiladi. Ichimni she'riy tuyg'ular qoplab turgandek, shunchalik she'rin, shunchalik levan bir his quchuqida allaylanmoqda edim. Uyda shundoq yozdim. Men baxtdan mast erurman, baxtiyor qilding meni. Shuncha gullar sarxilisan, ixtiyor qilding meni. Bir ko'rib ko'nglim to'ridan joy elib qilding asir. İki görmekke acabmu intizar qilding meni. Gülni uz deydi, lekin gülning mi badur nuqsini. Güldi yo'q xislat bilan tun bidar qilding meni. Kun degay shoir, güzelni ko'rsa yoki deydi oy. Tangdishing kun oy emas, vasli xumar qilding meni. Temsilib turgan keyik taşdan qiyaga sho'xluqing. Hammadin shu sho'xluqinglar baqarar qilding meni. İşqi paykoning mening qalbimni chok etsa agar, dod etarman vasligi tashnoyi zor qilding meni. Dilpikar yozmas she'r qalbida bir o't bo'lmasa, aqli hoshim apqachib beixtiyor qilding meni. Bu she'rni atisi uning qo'liga berayotqicha qo'llarini tutib oldim. Bu tushum emas edi. Haqiqatan u mening edi. Bu tunugun kechdiki ta'siratim. Әмді sizinkini ko'ray, dedim ko'z nurim bilan uni akiltib turib. Men shoir bo'lmasam ya? Shoirdan boshqalar o'ylamamdi ekan. Ha, o'ylashni kechicha o'ylab chiqdim. Ishengim kelmaydi. Men o'ylab ketgudek chiroyli bo'lmasam, qandoqmi shinay? Er kishiga chiroyli bo'lish shart miydi? Er kishining go'zalligi, uning erkakligi, jasorati, mardonligi. Menchu sizde hammasi bor. Kuchada siz degan osmondagi oyni olaman desangizmi ola olaysiz. Siz degan bo'ldi. Dedim uning ashu men uchun mangu yetkili bo'lmaydigan tilsimlar ichidagidek tuyulgan chiroyli lavlari ustiga alqinimni besib. Yetarlik, endi ishlaylik. Men kimga elchi avatman? Ota-onangiz. Men o'zimga ega, hech kimim yo'q. Anam yiroqda, o'zingiz bilan. Mana shundoq bo'ldi. Muallimlarga aytdim. Ular og'zini ochib qilishdi. Shundimu tabrikladi. Tezli tutish qilib hozirlandik. Uyim o'ltirishga yaramaydi. Bir uy topdik. Egisi tog' orqasiga ketgan, bo'sh uy ekan. Tuqqini qarab turdi ekan. Xushallik bilan ijorsizlibadi. Uyni jabtudik. Tayyorlik bitdi. Oddiyli choy berdik. Muallimlar bir oz usul tomosha qilishdi. Nikohimiz o'qildi. Bitti.